Shahar Hibikini yonma. Ekomo'ga bu drom. Xo'p, bu yerda ayni mana shu joyda bir ayol bo'lardi. Bu ayol kamida 30 yil mana shu joyda umri o'tgan. Shu yerda ertamanda kelardi. Ko'pchilik pul berib ketardi, mana shu yerda yig'ishtirardi, o'zini atroflarini tozalardi, keyin yana kechki payt ketardi. Bu ayolni eshitishimcha, Paxtavoddan kelardi. Paxtavod bilan Andijonning masofasi bir 25-30 kilometr atrofida. Har kuni Paxtavoddan kelardi, shular tozalab ketardi. Sababi buni jicha pastrog'ida bu tarafda qabriston bo'lgan, Go'day qabriston deyiladi. Mana shu Go'day qabristonga bu ayolni farzandi qo'yilgan degan. O'zi Paxtavodda mana shu joyga kelin bo'lib kelgan. Kelin bo'lib kelganda farzandi o'tib qolgan. Farzandi o'tib qolgandan keyin sal aqli zaiflashib, mana shu farzandining ishqida shu mashinlarni tozalab, farzandini yotgan joyini, atroflarini tozalab, shu yerda umri o'tgan. Bir 30 yil mana shu ayolni eslayman. Lekin yaqindan beri mana yarim yil yoki 1 yilcha bo'lib qoldimi, mana shu ayol ko'rinmay qo'ydi. Kommentariyada yozib ketinglar, bu ayol vafot etdimi yoki kasal bo'lib yotib qoldimi, bilganlar bilishadi. Shu yo'qib qoldi mana shu ayol. Anchadan beri yo'q. 1 yilcha bo'ldi. Kim tanigan bilgan bo'lsa shuni yozib ketinglar, nima bo'lgan mana shu ayol bilganlar. Mana shu joy Andijon shahar Hibikini yoni.